Men shaxsan o'zimni 5 ta qizim bor va har bitta qiz bola tarbiya qilayotgan ota-ona shu videoni ko'rishini xohlardim. Qiz bolani og'zi hidlanishi nimalarga sabab bo'ladi, bilasizmi? Agar ota-ona o'z vaqtida shu narsaga e'tibor bermasa, ota-onaga ham katta uyat bo'ladi. Og'iz o'zidan o'zi hidlanmaydi, shuni bilib oling. Unga yo tishlar sabab bo'lishi mumkin, yo ichki kasalliklar. Agar tish bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, kesin stomatologga ko'rinsin. Unda karies bo'ladimi, milk kasalligi bo'ladimi, turmushga chiqishidan oldin vaqtida davolatish kerak. Shaxsan o'zim yaqinda bitta yangi preparat olib keldim. O'zimni qizlarimda, bolalarimda kerak bo'lsa shaxsan o'zimda ham sinab ko'rdim. U kariesni dog' bosqichli davrida tishlarning ustiga surtiladi va kariesni rivojlanishini to'xtatadi. Bu preparatning nomini bemalol ayta olaman. Bu Icon. Ko'p stomatologlar ishlatmaydi, lekin buni ba'zi stomatologiyalarda topsangiz bo'ladi. Va dentista klinikasida shu muolaja ham qilinadi. Yana boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsam, ota-onalarga iltimos qilardim. Qiz bola o'qiydi, ishlamaydi, daromad topmaydi va aynan siz ota-ona bo'lib turib, uni olib borishingiz kerak. Bu videoni ota-onalarga jo'natib qo'ying. Yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang.